Aziz vatandoshlar, avvalambor assalomu alaykum. Navbatdagi passajlarimiz ham xudo xolasa mana Sankt-Peterburg Termiz yo'nalishi bo'yicha mana o'tib olishda. Mana hozir qo'limda passajir talon biletlari, ushbu bilet egalari mana opamiz bo'ladilar hamda sheriklari bilan ketayotgan ekanlar. Assalomu alaykum opajon, xush kelibsiz avvalambor. Qani biletlar ishonchli ekan? Ishonchli ekan. Juda ajoyib aviakassa ekan. Bemalol ishonsangiz bo'ladi. Pullaringizni qiymaysizlar. Tavsiya qilasiz, ha? Tavsiya qilaman. Eng avvalo Izzat akaga rahmat. Keyin Jahon akaga rahmat. Ajoyib aviakassa ekan. Bemalol ishonchli. Bemalol olaversangiz bo'ladi. Qo'rqmasdan. Sizlar ofisimizga borib bilet xarid qildilaringizmi yoki bormasdan onlayn tarzda bizga murojaat qildilaringizmi? Onlayn tarzda, ya'ni offlayn emas, onlayn tarzda. Hurmatli aziz kanal obunachilari, hozir mana ko'rib guvoh bo'layotganlaringizdek, bizlarda hamisha har doim hammasi real informatsiyalarga asoslangan holatda videoroliklar bo'ladi. Bemalol ishonch bildirgan tarzda aloqaga chiqaverasizlar. Ushbu videoni ostida telefon raqamlari qoldirilgan. To'g'ridan-to'g'ri murojaat qilaverasizlar. Mana opamiz endi xudo xolasa Sankt-Peterburg Termiz O'zbekiston havo yo'llari reysida uchib ketyaptilar.